Assalomu alaykum. Barcha bizni YouTube kanalimizda kuzatib turganlar, xudo xolasa navbatdagi universal darabil kanalidan xudo xolasa kraskalar tayyor. Bularda xudo xolasa chiroyli qilib motorlarni o'rnatib, balansorovkalarni chiqarib, pichoqlarni o'rnatib, balansorovkalarni chiqaramiz xudo xolasa. Hop, har doimgidek qanas tenkalik turbaga bo'lgan universal darabil kanalimiz bulari uchlik lista bo'lgan, xudo xolasa. Bularimiz setkalari yondan olib, yondan qo'yiladigan variant. Oyoqlarda hammasini g'ildiraklari bor. Narxlari 2200 so'mdan boshlanadi bular. 3100 ming so'mgacha, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. 6,5 kW, 3,5 amperot, misat motkalik, alyumin motkalik, 4 kW, 3,5 kW dilari bo'ladi. Kimga shunaqangi universal darabil kanalimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsalar, xudo xolasa sifatli qilib, chiroyli qilib dastavkalar bilan qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Xudo xolasa bu ishlarimiz nima deydi? 4 yildan beri qilamiz, xudo xolasa. O'zimiz garantiyasini beramiz. Borgan kunidan boshlab 1 oy garantiyasi bo'ladi. Dastavkalar Xorazm, Qoraqalpog'istongacha mutlaqo bepul, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Pichoqlari mahaviylik bo'ladi, listlik bo'ladi. Hop, pichoqlari xuddi shunaqangi 20 tadan 22 tadan tishi bo'ladi. Bu zavodskiy mahaviylik tishi. Bularga endi yengilroq listli va mahaviy qo'yiladi. Bular yondan setkasi almashgani uchun ochilib yopilishlari gayka bo'ladi. Bularimiz ichidan setkasi olinib, ichidan qo'yiladi. Bularimiz ochilib yopilishi kurchokda bo'ladi, oddiy. Oyoqlarda hammasini katta g'ildirak bo'ladi. Bemalol bitta qo'l bilan yoqib yoqqa sudrab yetalab yursa bo'laveradi. Bular hammasi oddiy 220 razvedkada ishlaydi. Xudo xolasa past toklarga alyumin tavsiya qilamiz. Baland toki bo'lsa bemalol misda tavsiya qilaveramiz. Past toklarda alyumin motkaliklar qizimasdan yaxshi ishlab beradi. Sinovdan o'tgani uchun past tok joylarga alyuminlik tavsiya qilamiz. Baland toki bor joylarga mislik tavsiya qilamiz. 180-170 voltdan boshlab 240-230 voltgacha bemalol xizmat qilaveradi apparatlar.